Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishingizga qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Idiqut. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Xitoy Şərqi Türkistan haqidagi saxta təşviqatlarida yeni vosita qo'llanishga boshladi. Xitoy G'arb dunyosining Sharqiy Turkiston va Tibetga inson haqlari masalasi to'g'risidagi bayonlariga qarshi turish uchun yangicha tashviqot tadbirini o'ttirg'a chiqarishga boshlagan. Amerika ovozining 13-sentabr xabar qilishicha, yaqindan beri Xitoy to'xtamay chet ellik to'r cho'lponlarini Sharqiy Turkistonni ziyorat qilishga taklif qilgan. Bundan boshqa Xitoy yana sentabr oyida bir xalqaro aloqa markazi qurib, Tibet xalqining kirimining uzluksiz ishiyotganligi qatorli Xitoyga foydali mazmunlarni ifodalaydigan sinlar ishlab chiqqan. Chet ellik to'r cho'lponlari Xitoyning saxta tashviqotiga mos holda Uyg'urlarning usul o'ynayotgan ko'rinishlarini Xitoycha Uyg'urcha yozilgan yo'l taxtalarini ko'plab ko'rsatish orqali xalqning xushal-xo'ram yashayotganligi, Xitoy rejimining Uyg'urlarning til yoziqi, madaniyatini qo'g'dayotganligidek saxta ko'rinishlarni namoyon qilishga uringan. 2017-yildan boshlab Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Parlamenti va inson haqlari tashkilotlari Xitoyning necha million Uyg'urni tutqun qilganligi, 100 minglagan Uyg'ur ayollarni bola tushirishga majburlaganligi yoki majburiy tug'mas qilib o'tganligi, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharqiy Turkistondagi turkiy millatlarni Xitoy zavodlarida ishlashga majburlaganligi uchun ayblab keldi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati 2021-yili Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunini ma'qullashiga turtki bo'ldi. İnsan haqlari tashkilotlari va Amerika qatorliq g'arb davlatlari yana Xitoyni Tibet o'smirlariga majburiy Xitoy tili o'rgatish, yezi qishloqlardagi 100 minglagan Tibetlar shahar rayonlariga ko'chishga majburlash, rasmiy hujjatlarda Tibet degan nomni Shizang degan nomga almashtirish qatorliq usullar orqali Tibet tili va madaniyatini yo'qotayotganligini ayblagan. Tayvan hukumati 5-sentabr Xitoyning Tayvanlik to'r cho'lponlarini Sharqiy Turkistonga ziyoratga taklif qilganligi va to'r cho'lponlarining qisqa sinlar orqali Tibet haqida Xitoyning yolg'on tashviqotlariga yordam berayotganligi haqidagi xabarlarni egillaganligini oshkorlagan. Tayvanning aloqador doiralari Tayvanning to'r cho'lponlarining Sharqiy Turkistonga munosabatlik mazmunlarni ko'paytirish masalasini tekshirganligini ta'kidlagan va shundaqla to'r cho'lponlarini Xitoy kommunist rejimidan manfaatga erishish uchun Tayvanning singib kirishga qarshi turish qonuniga buzg'unchilik qilishdan saqlanishga chaqirgan. Uyg'ur Islom markazi yangi o'rnining ochilish marosimi o'tkazildi. Amerikada bir necha yil burun qurilgan Uyg'ur Islom markazi uzun mezgillik tirishchanlik orqali yangidan o'rin setib olgan bo'lib, 7-sentabr yangi o'rnining ochilish marosimi o'tkazildi. Marosimga Virginiya va Marylandda yashayotgan Uyg'ur jamoatidan boshqa Amerikaning Texas, New York, Florida, Pensilvaniya shtatlaridan kelgan Uyg'ur, O'zbek, Turk va boshqa millat musulmonlari, Sharqiy Turkiston tashkilotlari va boshqa islomiy tashkilotlarning vakillaridan bo'lib 300 dan ortiq kishi qatnashgan. Marosimga yana Amerikada faoliyat qilayotgan Darun Nur masjidining raisi va Hamiga adolat tashkilotining vakili Rafiq qatorliq tashkilot vakillari ishtirok qilgan. Marosim Arslan Hidoyat apandining riyosatchiligida boshlangan bo'lib, oldi bilan Uyg'ur qori Qur'on tilovati qilgan. Orqadan Uyg'ur Islom markazining hay'at a'zolaridan Zulfiqor Mustafa, Uyg'ur Islom markazining 2021-yili Qurban hayitida qurilgandan keyingi 3 yil jarayonidagi xizmatlarini va iqtisod to'plash jarayoni, iqtisodning ishlatilishi va markazning taraqqiyotini qisqacha tunishtirib o'tgan. Marosim orasida o'rin setib olish uchun e'longan qarzni qaytarish va remont qilish uchun iyana to'plangan bo'lib, iyana to'plash jarayonida 2 Uyg'ur xonimning o'zining qimmatbaho to'yliq uzuk va oltin zibu ziynatlarni sexiylarcha iyana qilishi marosim ishtirokchilarini qattiq ta'sirlantirgan bo'lsa, kimartoq qilib setib oluvchilarning zibu ziynatlarni qaytadan egasiga qaytarib berishi hammalarni qaytadan hayajonga solgan. Hindiston taratqullariga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati tunishtirildi. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatilla O'g'uzxon boshchiligidagi bir hay'at 8-sentabrdan tortib Hindistonda ziyoratda bo'layotgan bo'lib, 13-sentabr Yangi Dehlida Muhofizat gazetining muxbiri Saurab Sarmaning ziyoratini qabul qildi. Hay'at ziyorat jarayonida Xitoyning Sharqiy Turkistonda izchil ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, Sharqiy Turkiston xalqini yo'qotish, Sharqiy Turkiston zaminini o'zining qilib olishga urinishi, Uyg'ur qiz ayollarni majburiy tug'mas qilish, nupus cheklash, assimilyatsiya qilish qatorliq jinoyatlarni atrofliq tunishtirgan. Suhbat oxirida yana Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini Hindiston taratqularida kun tartibga keltirish masalasi haqida fikrlashgan.
Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligi qurilgandan buyon xalq diplomatiya harakatini yo'lga qo'ygan bo'lib, bu jarayonda Yevropa, Sharqiy Osiyo, Arab ellari bo'libmi islom dunyosidagi hukumat, tashkilot va xalqlar bilan aloqa o'rnatib, Sharqiy Turkistonning navbatdagi ahvolini tunishtirib kelmoqda va ko'plagan tashkilotlari bilan Sharqiy Turkiston davosida hamkorlikni qo'lga keltirish jihatida unumli natijalarni qo'lga keltirmoqda. Antaliyada Türk Dünyası Türkmen Köşmeller Festivali o'tkazildi. Turkiyaning Antaliya viloyatidagi Döşeme-Altı Karaman Sayligah rayonida 13 sentabr 3-navbatlik Türk Dünyası Türkmen Köşmeller Festivali o'tkazilgan bo'lib, festivalga turkmanlar, turk, uyg'ur, qozoq, qirg'iz, o'zbek qatorliq turk silsimasi tava millatlar ishtirok qilgan. Festival Antaliya viloyati hukumatining sohibxonligida o'tkazilgan bo'lib, Uyg'ur jamiyati raisi Yar Muhammad apandining taklifi bilan Xalqaro Sharqiy Turkiston Tashkilotlar Birligiga vakolatan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmon, Sharqiy Turkiston inson haqlarini kuzatish jamiyatining bosh kotibi Abdul Ahad Udun ishtirok qilgan. Sharqiy Turkiston Ulamolar Birligiga vakolatan Muhammad Yusuf Qarahojim ishtirok qilgan. Antaliyada faoliyat qilayotgan Uyg'ur jamiyati O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qatorliq turkiy davlatlardan har soha kishilarni taklif qilgan bo'lib, ular birdek turk dunyosining har sohadagi parlaq madaniyatini namoyon qilgan. Faoliyat maydonida Uyg'urlar uchun maxsus o'rin ajratilgan bo'lib, Uyg'ur jamiyati bu yerda Uyg'urlarning kulturi, urf-odatlari va tarixini tunishtirgan. Bu qitimliq festivalda turkiy millatlarning yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy-bisot, san'at qatorliq har xil madaniyatlari tunishtirilgan. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdul Ahad Abdurahmonning aytishicha, bu qitimliq festival 15 sentabr oxirlashadigan bo'lib, 35 shahar 59 muhojir turkman jamiyati, 25 an'anaviy qo'l hunarvanchilik san'atkori qatnashgan. Festivalga 19 mustaqil va avtonomiyalik jumhuriyat va davlatlar qatnashgan bo'lib, buning ichida mustaqil 7 turkiy jumhuriyatning vakillari bor ekan. Koreya harbiy o'rinlardagi Xitoyda ishlangan kameralarni ilib tashladi. Janubiy Koreya armiyasi Shimoliy Koreya chegarasiga yaqin bazalarni o'zicha olgan har xil harbiy o'rinlarda ishlatgan Xitoyda yasalgan kuzatish kameralarni ilib tashladi. Yonhap xabar agentligining xabariga asoslanganda, ismini oshkorlashni xohlamagan bir harbiy amaldorning aytishicha, 7-oyning oxirida harbiy va istixborot xodimlari tekshirish orqali bir Janubiy Koreya shirkati ta'minlagan kuzatish kamerasining Xitoyda ishlab chiqarilganligini aniqlab chiqqan. Mazkur amaldor bu vaqtda to'xtalib, bu kameralarning Xitoy mulozimatiga ulinib, xatarlangan ko'rinishlarni sirtqa yetkazadigan shaklda loyihalanganligi bayqalgan, ammo hech qanday sonliq ma'lumot oshkorlanmadi degan. O bexatarlik masalasi sababidan Xitoyda ishlangan 1300 dan ortiq kuzatish kamerasining ilib o'tilganligi to'g'risidagi uchurni o'rtoqlashib, bu kameralarning davlat ichida yasalgan uskunalari bilan almashtirilganligini eskartgan. Mazkur amaldor yana bexatarlik kamerasining Shimoliy Koreya chegarasini nazorat qilish uchun emas, balki harbiy mashq rayoni va baza reshatkilariga o'rnatilganligini, kamera bilan ta'minlovchining uskunalarining asli davlatini yoshirganligidan gumonlanganligini va armiyaning shirkat ustidan sudga ariz sunishni o'ylashayotganligini qayd qilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.